Ismat, nimaga kelding menikiga? Kecha katman olganting. Shuni qaytarib. O'zing kelsang bo'ladi, kattani qizi nimaga olib kelding? Katmanim katta desam ishonmaydi. Shunga ber hozir. Ko'rsatingmi? Hozir olib kelaman. Ismat aka, katmoningiz buncha katta? Bu endi genda bor-da. Dadam ham katmon, ana shunday katta edi. Bizga ham katta. Haqiqatan. Ketmaniz ahvoliga qarang, shu ham ketmanmi? Ketman degan bir Ismatni ketmandek katta bo'lmaydi, bir mazza qilib yer chopsang. May oling ey. Unang ham o'zing xotiring ketmon kichkina deb izlashsa yomon ekanda. O'ylayda shu katmoningizdan buncha chiroyli bu. Dada nima qilyapti? Katmonim berib qo'ydim, bacham o'yini o'tiribdi. Keyin ana u ingliz tilida domlamam siz otingiz aytsa faqat 5 qo'yadi. Katmon kichida bacham. Katmon. Men sizni tabriklayman. Sizni katmoningiz dunyodagi eng katta katmon sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Tushunabsizmi buni? Zo'r bo'ldi-da. O'zi bilgandim-man. Dadam katmoni ham Guinnesslar rekordiga kirgan. O'ziga ham mana kiribdi, xursandman ardish. Singlim bitta narsaga hayronman-da. Muncha Ismat katmaniga yopishdingiz, nima zo'r shuni? Menikiga qarang, kichkinagina, choqligina maza qilib ishlatasiz. Menga ishlatib ko'ring. Yo'q, Ismat akani ketmani baribir yaxshi. Dadani men ustaga siz katmoningiz osilibdi. Hayotingiz shunaqa bacham. Yigitda katta katmoni bo'ladi, hamsayasi osiladi. Qiz baribir katta katmon tanlaydi. Shunaqa hayot.